Yaratilgan keng imkoniyat va sharoitlar hisobiga 230 mingga yaqin tadbirkor ayollar sinfi shakllandi. Mirishkor fermer ayollarimiz 12 ming nafardan oshdi. Ilm-fan rivojiga ulkan hissa qo'shayotgan olimlarimiz 6 ming nafardan oshdi. O'tgan yili dunyo arenalarida shijoatli qizlarimiz 167 ta oltin, 193 ta kumush, 243 ta bronza medalni qo'lga kiritgani albatta tahsinga sazovor. Men bu bilan hammasilardan o'rnak olsin deb aytishga tayyorman. Xotin-qizlarimiz hayotdagi ana shunday katta o'zgarishlar dunyo hamjamiyati tomonidan e'tirof etilmoqda. Xususan O'zbekiston parlamentlararo ittifoqning parlamentdagi ayollar reytingida 92 pog'onaga yuqorilab 36-o'rinni egalladi. Gender tenglik va boshqaruv indeksida 103-o'rindan 52-o'ringa ko'tarildi. Jahon bankining ayollar biznes va qonun indeksida esa pozitsiyani 43 pog'onaga yaxshilab 48-o'ringa chiqdik biz. Bu ham katta natija. Fursatdan foydalanib turli sohalarda mehnati, iste'dodi va aql zakovati bilan yangi O'zbekistonni barpo etishda munosib hissa qo'shib kelayotgan ayollarimizga, xalqaro maydonda vatanimizni dunyoga tarannum etayotgan qizlarimizga, ularning ota-onalari va ustoz murabbiylariga samimiy minnatdorchilik alohida bildirmoqchiman.